Yana bittasini olingchi. Yaxshi gilzaga unaqa ziyon yetmayapti. Portion singan akalar, qaranglar. Prosta bor, dahshat. Yomon ketibdi. Xo'p. Shu mashinamizga akalar, xudo xolasa gilzalariga unaqa zarar yetmagan. Ko'rdik, tekshirtirdik akalarimizga, mutaxassislariga ko'rsatdik. Yoqdi ularga. Portion qo'lsa qilib yangilaridan bosib beryapti, xudo xolasa. Go'zal holatda uylar. Endi mashinani yurgani ham unaqa ko'p emas, 60 mingdan sal oshiqroq yurgan. Bu holatga tushishiga nima sabab? Hammanglar bilasizlar, shu sifatsiz yoqilg'iga uchrab qolgan bo'lishi mumkin. Muammo yo'q. Chiroyli qilib, go'zal holatda qilib yurgizamiz endi. Обязательно bu приtilga qilinadi bu. Lekin mana shu mashinalarni направляющийлariga kayf qilib o'rasan-da, onam qaranglar, вообще go'zalda. Mana yurgizayapmiz, mana kasali mana shular. Xudo xolisa bo'lgandan keyin yana bitta video qilib qo'yamiz. Bu mashinalarga sifatsiz narsa qo'yib olsang, shu xizmatlar seni kutib turibdi deydi.